Ketdi. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, hozir bizlar Qozog'istondan Chimkent shahridan O'zbekistonga Surxondaryoga Qumqo'rg'on degan joyga keldik. Bu joyda bir kichkina tadbirkor akamizning, Javlonboy akamizning o'g'li Erkinboy akamiz ochgan penablok hamda gazoblok chiqaradigan joyga keldik. Endi bu biznes analizini qilib chiqamiz va bu qanday ish beradi, bular haqida gaplashib kelamiz. Erkin aka, sizning yoshingiz qanchada? Assalomu alaykum. 40 yoshda. Qancha yil bo'ldi bu ishni boshlaganingizga? 3 yil bo'ldi. Bu yerda faqat ikkita mahsulot chiqadi. Penablok va gazoblok. Bu ishlab chiqarishga qancha vaqt ketadi? Tayyor holatga kelguncha. Yozdan kuni 10 kun. Yozdan kuni 10 kun. Qishdan kuni 1 oy. Qishdan kuni 1 oy. Nima bilan istashlab ketdingiz? Kechga qarab aytdim. Demak, yozin kuniga qaraganda qishin kuni foyda kamroq bo'ladi, issiq ketgan. Shundaymi? Shunday. Qaysi holatda o'tish yaxshiroq? Yozda. Yozda yaxshiroq. Endi bizlarga mana shu ishimiz bilan bir tanishtirib chiqsangiz. Mana bu keladi. Mana bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta qolib. Buning ichiga nima suriladi? Moy. Moy suriladi. Moy sepiladi. Mana bular nimada bu? Nimadan bo'ladi? Bu oqqan nima bo'ladi? Lishnisi chiqqan nima bo'ladi? Yo'q, bu mahsuloti nimadan? Gipsdan. Gips solinadi bu yerga. Ha, Keyin nima qo'shiladi? Sement qo'shiladi, pena qo'shiladi. Gips, sement, pena qo'shiladi. Uchalasi qo'shilgan. Buning ob'yomi qancha, razmeri? 60 20 30. Bundayiga 60, 60, bundayiga yeniga 20, 20, bundayiga 30. Bu issiqlikni qaysi biri yaxshi ushlaydi? Penablokmi yoki Gazoblok. gazoblok? Gazoblok. Bunisi gazoblok, ha? Yo'q, bu pena Bu blok. penablok. Ha, bu pena blok. Penablok gazoblokka qaraganda yengilroq bo'ladi. Yo'q, gazoblok, ha, pena blok yengilroq bo'ladi. Gazoblok og'irroq. Kilogrammi qancha bo'ladi Bu 14 kilo, 15 kilo bo'ladi. Gazoblok Gazoblokka 25-27 kilo bo'ladi. qaysi bir issiqni yaxshi ushlaydi? Gazoblok yaxshi ushlaydi. Gazoblok yaxshi. Ular ushlaydi, undan ko'ra gazoblok yaxshiroq ushlaydi. Endi baholarda qaysi biri qimmat, qaysi biri arzon? Biz 12 ming so'm sotyapmiz, gazoblokka 20 ming sotyapmiz. Tushundim. Bunga olib keladida mahsulot qayerda aralashtiriladi? Mana. Bachakda aralashtiriladi. Mana bu joyga suv quyiladi, suv, hammasi solinadi. Gips solinadi, Mana bu- sement solinadi, mana pena bu- generator. Mana bu narsa nimadir? Pena generator bu. Nima ish qiladi bu? Bu pena chiqaveradi, ximikatda pena chiqaveradi. Nima, gaz bilan ishlaydimi bu? Yo'q, havo Yo'q. bilan. Havo bilan ishlaydi. Kompressor. Kompressor. Bunda qariladi, keyin bunga Bu solinadi. quyiladi. Bunga quyiladi, mana bu holatga keladi. Ha, shunday keladi. 7-8 minutda Bu qotadi. bu yumshoq ekan, bu qancha vaqt bo'lgan quyilganiga? Bu kecha quyilganda bu. Kecha quyilgan. Bular hammasi quyiladi. Shunda ag'darib qo'yasizmi buni? Ha. Bo'lgandan keyin Bu xuddi ochiladi. Och bilan och. Chiqarib Och. Yerga bilan och. Ha. Mana. Mana bu holatda ochiladi. Ha, mana. Shunday ko'rsatgan yaxshi. ana Bir tarafi ochiladi. Buni ochiladi. Ha. Mana bu holatda chiqadi. Mana. Bo'ldi. Ko'rsa bo'ldi, shuncha. Mana. Bo'ldi. Bu juda ham chiroyli ekan bu. Endi gazoblok nima? Bu gazoblok, ha? Yo'q, Bu pena blok. Gazoblok o'taychi, qaysi bir gazoblok? Ya'ni mana qo'shiladigan gips, Ha, bu gips bu. nimaga qo'shasizlar buni? Bu pena blokka qo'shiladi. Pena blokka. Euro gips. Endi qarang, mana shu 3 ta mahsulotni qo'shganingizda, hammasining xarajatini hisoblaganingizda ustiga qancha foiz qo'shasizlar? Sotilgan paytda Sotilganda 2 ming, 2,5 ming qo'shiladi. 12 ming sotasizlar, ha? 12 ming sotamiz. Shunda 9 ming atrofiga tushadi-da bular. Demak, 9 ming atrofiga tushsa qancha foiz bo'lyapti? 25% bo'lyapti. Taxminan shu. Bu qum. Gazoblokka qo'shiladi. Gazoblok. Qum yana nima qo'shiladi? Sement qo'shiladi. Qum, sement bo'ldimi? Yo'q, ximikatlar bor. Ximikat. Koychik soda bor, alyumin pudra bor, bo'ldi. 4 ta mahsulot qo'shiladi. Bu yoqda ekan, razmeri xuddi shunday. Ha, bular xuddi razmeri shunday. Qum qo'shilgani uchun bu og'irroq bo'ladi. Shunday. Og'irroq bo'ladi.
Ana kilosi 14 kilo dedingizmi? Ha, Bu bu 25-27 kilo. 2 barobar bu qum qo'shilgani qimmatroq bo'ladi. Lekin issiqni unga qaraganda bu kamroq. Bu yaxshi. Qaysi ishlaydi? Bu yaxshi ishlaydi. Ha, demak, kilogramm og'ir bo'lgandan keyin zichligi ham zo'r bo'ladi-da, issiqni mana shu yaxshi ishlaydi. Endi qarang. O'zi esir paytida devor 40 santimetr bo'lganda, Shunday. hozir buni qanday 30larga 30larga teriladi, Ha, lekin 30, qancha devorni issiqligini ushlay biladi bu. Burungi vaqtda, masalan, layga qaraganda. Boyaga qaraganda bu juda ko'p ishlaydi. Issiq sovuqni tashqariga chiqarmaydi ham, kirgizmaydi. Sovuqni kirgizmaydi. Bu ham xuddi boyagiga o'xshab ochiladi-da, nima Bu qilyapti? chiqarib nima qiladi? Qarang. Mana shu qanchadan ishlaydi bu yerda? Bu yerda ikkita, bu yerda ham ikkita ishlaydi. 4 ta odam, 4 ikkita odam bir kunda nechtasini chiqara biladi buni? Menda kichkina mini sex bo'lgani uchun hozir 100 ta, 110 ta chiqadi. Agar 2 smena ishlaydigan bo'lsa 200 ga yaqin chiqadi. 200 ga yaqin chiqadi. Bu yoqda ham xuddi shunday. Ha, bu yerda ham shunday. Kuniga 250 ta, 300 ta chiqadi. Nima qilsak buni 500 ta, 1000 taga chiqara olamiz. Bu liniya qo'yganmiz. Liniya qo'ysak, nasib bo'lsa, xudo xohlasa endi qo'yamiz liniya, Mana o'shani bu chiqadi. qancha, mana shu kvadrat qancha bitta? Bu yerda 10 jalda. 20 ga 10. Bu 20 kvadratda bu yerda. 20 ga 10. Tak. 20 ga 10 bo'lsa, Bunda uzunasiga 20, ha. yeniga 10. Buni 1000 ta, ko'l. 500 ta chiqarish uchun joyini kattaytirish Mana kerak. shu joy yetadi. Yetadimi? Yetadi, bemalol liniya bo'ladi, relsda kelib, nima ishlab chiqaraveradi. Sxema qurish Ha, kerak. sxema bo'ladi. Ikkitasininki qurishininki qaysi bir tez Bu quriydi? tez quriydi. Bu tez quriydi. Shu shilkaga solsangiz bir kunda quriydi. Ha. Ha, shu shilkaga solsangiz o'zini qo'ysangiz ham 10 kunga bormaydi-da. 100% qurib qoladi. Endi kelajakda rejalar qanday? Mana hozir 100 ta bo'lsa buni liniya qilamiz. 500 ta, 600 ta chiqaradigan qilamiz bir kunda. o'zi dunyo statistikasi bo'yicha 95% bizneslar 1 yildan keyin to'xtaydi-da. Siz ishlaganingizga mana 3 yil bo'libdi. 3 yil bo'ldi. Qishin yozin to'xtatmay ishlatyapsiz. Qishda ham Qishda ham bemalol ishlatyapsiz. ishlaymiz. Qishda ham qilmay ketaveradi bemalol. Qishda ham sotilaveradimi? Ha, Qurilish qishda ham bo'laveradi. Ana bir-biriga qalayotgan vaqtda nima qo'shadi bunga arasida? Sement bilan qalanadimi? Kliv, plitchli kliv bilan teriladi. Tayyor holatini ko'radigan bo'lsak, Ko'chaga chiqib tayyor. to'xtatib turaylik buni. Bir basın bu. Holat tayyor holati. Ha, bu ozroq qo'ygan qurishiga hozir. Endi qarang. Sizlarda masalan mijozga olib berish Dastavka ichida. dastavka bormi? Ha, bor. Qancha Shu joyga 12 ming ichida 12 dastavkasi. ming. Qancha joygacha yetkazib bera bilasizlar uzoqligi? Shahar territoriyasida yetkazib beramiz. Surxondaryo bo'ylab. Surxondaryo bo'lib yetkazib berasiz. Yaxshi. Bularning hammasi bemalol olib ishlatilsa Ha, tayyor. bemalol, ha. Tayyor bo'ladi. Bemalol. Bundan katta binolar qursa bo'ladimi? Bo'ladi. Domlar. Bo'ladi. Bemalol. Arasiga nima qurish kerakmi? Ha, manal qo'yiladi, ichiga teriladi. Kalender regl qo'yiladi. Kanal regl qo'yilib, ular ichiga ishlatiladi bemalol. Endi layga qaraganda yoki g'ishtga qaraganda bular odamga ziyoni yo'qmi? Yo'q, ziyoni yo'q ular. Hech qanday o'zining xinikat chiqarmaydi. Yo'q. Bemalol shkadarkaga ham bo'ladi, plitchnikiga ham, rotmanga ham remont bo'laveradi bemalol. Ustida oboy hamma narsa Ha, yopishtiriladi. bemalol bo'ladi. Mani o'yimcha bu endi hozirgi zamonaviy yaxshi hisoblanadi. Odamlarga qulay, issiq, sovuqni bemalol qishin kuni ishlayveradi, yozin kuni Shunday. salqin bo'ladi, qishin kuni issiq bo'ladi. Kam xarajat bilan Kam xarajat bilan bitadi. tez isiydi va tez bitadi. Shunday. Ikkinchi etaj binolarning ikkinchi etajlarini ham Bemalol qurishga bu yengil yaxshi bo'ladi. Bo'ladi. Qurishga yengilroq ham sog'liqli bo'ladi. Mana shu kichkina bir korxonani ko'rish uchun biz Toshkentga, mana shu Surxondaryoga, Qumqo'rg'onga, Qozog'istondan Chimkentdan keldik va bizlarga bu biznes juda ham yoqdi. Rahmat hammaga.